Bugun sizlarga interaktiv doskalar haqida emas, aksincha interaktiv doskalar uchun maxsus oyoq, ya'ni podstavkasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu podstavka elektron tarzda ishlaydi va buni o'zingiz auditoriyaga yoki o'sha sinfxonalarga mo'ljallab, ushbu maxsus pult orqali tushirib, chiqarib moslab olsangiz bo'ladi. Bu nafaqat elektron doskalar uchun, balki xonadon uchun xarid qilingan katta o'lchamdagi televizorlar uchun ham juda ham ajoyib yechim bo'ladi. Ushbu maxsus podstavkani siz joydan bir xonadan boshqa xonaga ko'chirishingiz umuman muammo emas. Ushbu podstavkada katta o'lchamdagi o'zining maxsus g'ildiraklari bo'lib, u gilamlar ustida yurishga hech qanday to'sqinlik qilmaydi. O'zining fiksatorlari bor va ushbu maxsus pult orqali siz buni bemalol boshqarishingiz mumkin. Ushbu maxsus podstavkalar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.